Teke ses hukshop hobi Uzbeki letin okkori lekha. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun men sizlarga yana bir hissiy va hayajonli hikoya olib keldim. Bu hikoya to'satdan deb nomlanadi. Unda sevgi, xiyonat, umidsizlik va nihoyat topilgan umid haqida so'z boradi. Keling, birgalikda tinglaymiz. To'satdan so'zining ozi juda chalkash. Birdaniga sodir bo'lib, hamma narsani beparvo va tartibsiz qilib qo'yadi. Qotib qolgan savollarni tarqatib, chalkashtirib yuboradi. Meni ham shunday qildi. Bir kuni kechasi to'satdan bir voqea sodir bo'ldi. Shuhra aka bilan mening o'rtamda alohida munosabat yo'q, bu haqiqat. Yana qayerdadir juda ko'p narsa bor, bu ham haqiqat. O'sha ko'p narsalar orasida dahshatli bir savol paydo bo'ldi. Men qo'rqdim, sarosimaga tushdim. Lekin nega bunday bo'ldim? Bilmadim. Yoshning aybimi? Yetuk emaslikmi? Yoki boshqa narsami? Qish kechasi. Kechki ovqatni tugatib korpaga o'ralib yotgan edim. Soat 10 yoki 11 bo'lsa kerak. Aynan shu paytda voqea sodir bo'ldi. Noma'lum raqamdan bir necha uzun xabar keldi. Tasmim opaning xabari. Men hayratda qoldim. Qiziqish paydo bo'ldi. Lekin biroz o'qiganimdan so'ng yuragimda bir og'riq, galati bir qo'rquv va ichki iztirob paydo bo'ldi. Aqldan ozgandek yig'lagim keldi. Men yana Tasmim opaning yozganlarini o'qidim. U yozgan edi: Rodela, sen juda shirin qizsan. Juda kichkina. Lekin men seni qabul qila olmayman. Meni noto'g'ri tushunma, iltimos. Har bir narsaning ortida sabab bor, shunday emasmi? Seni qabul qila olmasligimning ortida ham ehtimol sabab bor. Albatta bor. Shuhra senga men haqimda biror narsa aytganmi yo'qmi, bilmayman. Aytmagan bo'lishi ehtimoli kattaroq. Mening yoshim o'shanda juda kichik edi. 15 yoki 16 bo'lardim. Bolalik va shohlikka to'la bir o'spirin qiz. Mening o'sha hayotimda hech qanday qayg'u yo'q edi. Ota-onamning yagona qizi edim. Otam shifokor, obro'li nasl, erkalash, sevgi, do'stlar, hamma jihatdan baxtli edim. Lekin bu baxtli hayot uzoqqa bormadi. Baxtimni buzib, mening kichkina hayotimga Shuhra keldi. Sening Shuhra akan. Faqat kelibgina qolmay, o'smir qalbining kuchli sevgisi bilan unga jalb qilishga majbur qildi. Men uni qattiq sevib qoldim. Meni hayratda qoldirib. Shuncha qizlar orasida aynan menga taklif qildi Shuhra. Aynan meni sevdi. Shuhraning og'zidan sevgi so'zlarini eshitib, havoda uchgandek bo'ldim. Butun tun yostiqni bag'rimga bosib yig'ladim. Kulib yubordim. O'zimni dunyodagi eng baxtli odamdek his qildim. Kimning Shuhrasi bo'lsa, u baxtli bo'lmasligi mumkinmi, aytingchi? Men kichkinaligimdan oddiy bengal qizi edim, Rodela. Juda hissiyotli va konservativ. Shunga qaramay, konservativ fikrlash chegarasidan o'tib, o'sha birinchi marta Shuhraning qo'lini tutdim. Yuragim gup-gup urib, kinoteatrga qadam qo'ydim. Bular men uchun birinchi edi. Boshqacha edi. Shunga qaramay qildim. Sababi bitta, Shuhraning ko'nglini qozonish. Lekin bir hafta ichida hamma narsa to'xtab qoldi. Shuhra birdan aytdi, endi u bilan men birga bo'lish yoqmayapti. Davom etmaslik yaxshiroq. U ajralishni xohlaydi. Bu gapni eshitib, men hayratda qoldim, Rodela. Men o'sha kichkina qiz, o'sha kichkina yoshda ko'kragimdagi sevgi bilan rad etildim. Mening rang-barang dunyom buzildi. Men Shuhrani iltimos qildim. Shuhra menga tushuntirdi, uning qalbidan kelmayapti. Majburlab hech narsa bo'lmaydi. Nochor holda men Shuhraga mening sevgimni tushuntirishga harakat qildim. Shuhra butunlay boshqa qolipdagi odam. Uning qarorini o'zgartirishga, ehtimol, yaratgandan boshqa hech kimning qurbi yetmasdi. Menikining ham emas. Mening to'xtab qolgan dunyom asta-sekin zulmatga botdi. Mening cheklangan oilam buni bilib qoldi. Ruhiy bosim kuchaydi. Men shu qadar tushkunlikka tushdimki, o'z jonimga qasd qilishdan boshqa yo'l topolmadim. Lekin baxtsizlikdan tirik qoldim. Otam o'shanda hayron bo'lib qoldi. Shuhra bilan gaplashdi. Nima gaplashganini bilmayman. Lekin Shuhra juda galati ish qildi. Uyga kelib hech qanday gap so'zsiz yuzimga qattiq bir tarsaki tushirdi. Ota-onam hayratda, ko'zlarida ishonchsizlik. Bir yigit qanday qilib buncha beadab va qo'pol bo'lishi mumkin? Lekin Shuhra shunday, beparvo, chidab bo'lmas. Shu bilan birga aqldan ozdiruvchi. Ba'zida juda yaxshi, ba'zida dahshatli yomon. O'sha kechada azobdan olgim keldi. Shuhra tarsaki tushirgani uchun emas. O'sha beparvo, qo'pol yigitni qo'lga kirita olmayotganim uchun.
Shunday ham qildim. Bir toda uyqu dori ichdim. Lekin bu safar ham bu buzuq taqdir bahonasida tirik qoldim. Shuhra o'z qarorida qattiq turdi. Meni sevmadi. Kozini ham qaradi. Bir xabar ham olmadi. Aytingchi, odam buncha toshbo'ron bo'lishi mumkinmi? Lekin Shuhraga bo'ldi. Va men bu hissiz Shuhrani yanada ko'proq sevib qoldim. Shu bilan birga kasalligim ham kuchaydi. Bu Shuhraga bo'lgan kasallikda keyingi 9 yil davomida yashab qoldim. Men juda zaif odamman, Rodela. Shuhrasiz hayot chiday olmayman. Bu 9 yilni qanday dahshatli azob bilan o'tkazayotganimni tushuna olasanmi, Rodela? Sen hozir qaysi yoshda bo'lsang, men undan 2-3 yosh kichik edim. O'sha kichkina, yetilmagan yoshda qanchalik og'riq bo'lishini tushunasanmi? Mening og'rigim kun sayin kuchaymoqda. Bu og'riq zarbalarida shu 9 yil ichida yana bir necha marta o'z jonimga qasd qilishga urindim. Najot so'radim. Lekin o'sha nima? Buzuq taqdir. Sen albatta menga nafrat bilan qarayapsan. Lekin bu nafrat haqiqatan ham menga tegishlimi? Har birining hayoti bir roman bo'lsa, nega mening hayotimning sahifalari buncha bo'sh, ayta olasanmi? Nega aynan men sevgini topolmadim? Shuhra meni sevganida ham nega sevmadi? Ko'kragimni ochib sevganimda ham nega aynan men 3-shaxs unvonini oldim? Nega ba'zi odamlarning nazarida nafrat obyektiga aylandim? Hayotimga qarshi ko'p shikoyatlarim bor, Rodela. Bu shikoyatlarni sening xaltangga solib qo'ymoqchiman. Bilmayman, sen kimsan? Shuhraning qancha qismiga egasan? Lekin qayerdadir borasan. Va borganing uchun uning qo'rquvi. O'sha kuni men Shuhraning ko'zida qo'rquvni ko'rgan edim. Sening nupursiz, yalang oyoqlaringga xira nigoh bilan qarab turganini ko'rgan edim. Agar fikrim to'g'ri bo'lsa, men juda xudbin bo'lib, Shuhra sinib, parchalanib ketsin, deb tilayman. Uning qo'rquvi rost bo'lsin. Uning tosh yuragi o'sha azobni tushunsin. Sen oling. Alloh barchaning duosini qabul qiladimi? Mening har kun, har daqiqa, har namozdan so'ng faqat shu bir duo bor. Shunga qaramay, sen olmaysanmi? Bilaman, galati gaplarni gapiryapman. Lekin men bu voqeani ro'yobga kelishini xohlayman. Juda tez ro'yobga kelishini. Buni o'qib to'xtab qoldim. Ishonchsiz nigoh bilan telefon ekraniga qarab turdim. Qanday hayratlanarli. Bir odam bemalol, hech ikkilanmay mening o'limimni tilayapti. Bu dunyodagi bir odam uchun mening o'limim katta yutuq. U o'zining muhim vaqtlarini mening o'limimni tilashga sarflayapti. Bu gaplarni o'ylab badanim titrab ketdi. Men sarosimaga tushdim. Sekinasta butun tanamga xafalik bulutlari tarqaldi. Kechasi uyqum kelmadi. Yarim tunni korpa ostida burishib yotib o'tkazdim. Gamgin yuragim faqat bir gapni takrorlardi. Shunga qaramay, sen olmaysanmi? Haqiqatan ham. Shunga qaramay, men olmaymanmi? Galati bir yomon tuyg'u butun tanamni qotirib yubordi. Tomogim qurib qoldi. Birdan o'yladim, haqiqatan ham ehtimol uzoq yashamayman. Hech qanday holatda ham. Soat 1ga yetganda Shuhra akaga qo'ng'iroq qildim. Ikkinchi marta qo'ng'iroqda u ko'tardi. Juda band ovozda dedi. Muammo nima? Nima xohlaysan? Men dovdirab qoldim. To'satdan nima deyishni bilmadim. Shuhra akaga hech qachon juda zarurat bo'lmasa qo'ng'iroq qilmaganman. Lekin hozir hech qanday zarur narsa esimga kelmayapti. Tasmim opaning voqeasini Shuhra akaga aytish zarur narsa bo'lishi mumkinmi? Shuhra aka sabrsiz ovozda dedi. Men bir tarsaki beraman. Hazillashyapsanmi? Yarim tunda qo'ng'iroq qilib, qaysi holda turibsan? Nima demoqchi bo'lsang, qo'ng'iroqni uz. Men bir muddat jim o'tirib, juda xafa ovozda dedim. Nega har doim shunday qo'pol muomala qilasiz, Shuhra aka? Tarsakidan boshqa so'z lugatingizda yo'qmi? Agar bugun emas, ertaga o'lsam, unda nima bo'ladi? Shuhra aka juda oddiy ovozda dedi. Nima bo'ladi? Odam o'lganda nima bo'lsa, o'sha bo'ladi. Janoza o'qib, tuproqqa ko'mib qo'yishadi. Shuhra akaning javobidan hayratda qoldim. Tuproqqa ko'mib qo'yishadimi? Shu xolos. Yana hech narsa emasmi? Amakivachcha sifatida unga zarracha xafalik tegmaydimi? Sobiq sevgilisining la'natlari bosimiga chiday olmay olganim unda zarracha afsus uyg'otmaydimi? Bunday chidab bo'lmas odam uchun men olishim kerakmi? Hozir Tasmim opa uchun juda afsuslanayapman. Bechora noto'g'ri odam uchun vaqtini behuda sarflayapti. Buni tushuntirgim keldi. Shuhra akaning mening olimtirikligimga hech qanday ahamiyat bermasligini tushuntirmay olish juda noto'g'ri bo'lardi.
Shuhra aka yana dog' qildi. Muammoing nima? Yarim tunda qanday holda turibsan? Qara, men hozir topshiriq qilyapman. Juda murakkab vazifa. Grafika qilishda boshim aylanmoqda. Shuning uchun tarsaki yegisi kelmasa, qongiroq sababini aytib qo'ying. Shuhra akaning gaplaridan olgim keldi. Bir odam qanday buncha chidab bo'lmas bo'lishi mumkin? Qanday buncha qo'pol muomala qila oladi? Men xomush ovozda dedim. Siz chidab bo'lmas odamsiz, Shuhra aka. Buni bundan oldin ham ko'p aytgansan. Keyin sizning boshingiz. Bir qiz sizga olimi haqida gapiryapti. Siz esa raqs tushib, uni tuproqqa ko'mib qo'yapsiz. Insoniylik degan narsa yo'qmi? Shuhra aka haddan tashqari zerikib dedi. Yarim tunda bema'ni gap. Qaysi qiz qaysi dunyoda olyapti? Buning uchun hozir insoniy zanjir qurishimni aytasanmi? Eshiting, amaliy bo'ling. Menda unchalik insoniylik yo'q. Kimdir o'z ixtiyori bilan olishni xohlasa, men uni tushuntirishim mumkin, lekin majburlab tirik qoldira olmayman. Uni tirik qoldirish mas'uliyati ham mening emas. Mening mas'uliyatim o'zimni tirik qoldirish va mening yashashim uchun kimlar tirik bo'lishi kerak bo'lsa, ularga yordam berish. Bundan tashqari kim olyapti, kim tirik, menga farqi yo'q. Shuhra akaning gaplaridan yana sarosimaga tushdim. Qaysi gap muhokamaning asosiy mavzusi bo'lganini unutib qo'ydim. Bir muddat osmonu zamin oylab dedim. Siz juda qalbsiz va shafqatsiz odamsiz. Nima bo'lganda ham amakivachcha sifatida menga nisbatan bir oz hamdardligingiz bo'lishi kerak. Mening olimim haqidagi gapni eshitib tuproqqa ko'mishga shoshilish ehtimol to'g'ri emas. Odam olimidan quvonmaslik kerak. Men olishimdan oldin onamga aytaman. Sizga mening olim xabarimni bermasin. Sizdek shafqatsiz odam kulib-kulib mening janozamda qatnashishingizni xohlamayman. Shuhra aka charchagan ovozda dedi. Ma'nosi, hazillashyapsanmi? Meni yarim tunda hazil qilish uchun qo'ng'iroq qildingmi? Kayfiyatim juda yomon. Bu bema'ni gaplar bilan yomon kayfiyatni ko'paytirma, iltimos. Aks holda jiddiy tarsaki tushirib tishingni qoqib qo'yaman. Aqldan ozgan qiz. Sizdek odam uchun deyarli olayotganimning o'zi azobdan olgim kelyapti. Bu gapni aytib qo'ng'iroqni uzdim. Telefonni yoniga qo'yib, qo'loyoqlarimni yozib yotdim. Bir muddat Tasmim opaning dardiga achinishga harakat qildim. Harakat muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Har doim mening olimimni tilaydigan odam uchun qayg'u dengizida chokishning hojati yo'q. Tasmim opaning o'rnida bo'lsam, xuddi shunday qilgan bo'larmidim. Mening qotib qolgan miyim keskin qarshi chiqdi. Hech qachon. Men ehtimol ajralish kuniyoq Shuhra akaning yuziga ikkita tarsaki tushirgan bo'lardim. Keyin asta-sekin unutishga harakat qilardim. Lekin Tasmim opa qilayotgan ish bu aqldan ozish. Tasmim opa ruhiy kasalmi? Bu ayol har kuni ikki qo'lini ko'tarib, "Rodela, shu paytda olib ket", deydimi? Qanday dahshat. Unda men olmayman deb duo qilishim kerakmi? Mening chalkash fikrlarim orasida telefon jiringladi. Men telefonni ovozsiz holatga qo'yib, unga qarab turdim. 1, 2, 3 marta. Aynan 10-chi marta telefonni oldim. Shunday sabr bilan qo'ng'iroq qilgan odam juda xursand ovozda dedi. Qanday ahvol, Rod qushi? Yaxshimisan? Yaxshi ekanligim ma'nosi nima? Bir oz oldin hokizdek muomala qilib, hozir mening yaxshi yomonligimni so'rash qanchalik mantiqiy, tushunmayapman. Bu odamning muammosi nima? U bir oz oldingi voqeani unutib yubordimi? Bu qisqa muddatli xotira yo'qolishi kabimi? Ajablanarli. Nima? Gapirmayapsanmi? Qanday ahvol? Yaxshi, yomonmi? Men xomush ovozda dedim. Men siz bilan gaplashishni xohlamayman. Hozir qo'ng'iroqni uzing. Shuhra aka oddiy ovozda dedi. Sening ayor otang uxlab qoldimi? Yoki hali ham arvohdek aylanib yuribdimi? Men qattiq ovozda dedim. Siz yana otamni aralashtirib gapiryapsiz. Dadam haqida yomon gap aytmang. Mayli, chiroyli qilib aytaman. Sening hurmatli, begunoh, benuqson otang hozir uxlab yotibdimi? Yoki arvoh bosgandek uy bo'ylab aylanyaptimi? Men qizib dedim. Hazillashyapsizmi? Dadam bilan mashhara qilmang, deyapman. Shuhra aka juda begunoh ovozda dedi. Mana, sen juda katta narsasan, Rod. Qanday go'zal hurmat bilan so'radim. Sen o'sha hurmatni hazilga aylantirdingmi? Bu ishni umuman to'g'ri qilmading. Alloh xafa bo'ladi. Siz juda yomon odamsiz. Har doim meni chalkashtirishga harakat qilasiz.
Men siz bilan gaplashmayman. Kongiroqni uzing. Sho'rxa aka dedi. Gaplashishing shart emas. Tomga kel. Kelayotganda antiseptik va paxta olib kel. Qo'l-oyog'im kesilgan. Qon oqyapti. Men hayron bo'lib dedim. Ma'nosi, qaysi tomni aytyapsiz? Yana nega qon oqyapti? Sho'rxa aka zerikkan ovozda dedi. Sen juda ko'p savol berasan. Ortiqcha savol berishni yoqtirmayman. Ayniqsa telefonda umuman. Men sizlarning tomda turibman, tomga kel. Darvoza yopiq. Devordan oshishda tikanli sim qo'l-oyog'imni yirtib yubordi. Otang juda beadab. Birinchi darajali ayyor. Devorga tikanli sim qo'yishning nima keragi bor edi? Hammasi menga qarshi fitna. Men gazabdan charchagan ovozda dedim. Yana otam. Muammongiz qayerda? O'zingiz shoxli devordan oshib, qo'l-oyog'ingizni kesib, otamni ayblayapsizmi? Otam devordan oshishni aytganmidi? Siz o'zingiz zo'ravonlik bilan oshdingiz. Sizni politsiyaga berish kerak. Hozir politsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Senda politsiya raqami ham yo'q, eshak. Sendek eshakda hech qachon politsiya raqami bo'lmaydi. Tez yordam raqami ham bo'lmaydi. Sizning telefon ro'yxatingiz har doim ba'zi ahmoq do'stlarning onasi, otasi, singlisi, amakisi, to'qqiz qavmi raqamlari bilan to'lib ketgan. Men nochor holda o'tirdim. Shuhra akaning bu gapi butunlay yolg'on emas edi. Menda haqiqatan ham politsiya raqami yo'q. Telefonda politsiya raqami bo'lmagani uchun kimnidir eshak deb atash mumkin bo'lsa, men shubhasiz eshakman. Bu fikrni o'ylab issiq nafas oldim. Shuhra aka birdan juda mehribon ovozda dedi. Hech qanday rahm-shafqat yo'qmi? Mana tanimdan qon oqib ketayapti. Sen esa paxta pichoq bilan kelmayapsan. Boshqasi bo'lsa albatta kelardi. Qanday shafqatsizsan? Men bir necha soniya xomush yuz bilan o'tirib dedim. Men bormayman. Sho'rxa aka kulib dedi. To'g'rimi? Mayli. Bormayman desam ham qololmadi. Bir muddat u yoq bu yoq yurib, miyamga qarshi borib, tomga qarab qadam tashlashga to'g'ri keldi. Oshxonadagi tom kalitini olib, ehtiyotkorlik bilan tashqariga chiqdim. Shuhra aka tom panjarasida o'tirib, ro'molcha bilan qo'lini bog'lab olayotgan edi. Eshik ochilish ovozini eshitib orqasiga qaradi. Qo'llarini cho'ntagiga solib panjaradan tushdi. Shu zahotda uning ko'z yuzi burishdi. Osmonda ulkan oy, atrofda qalin tumanning oqoq halqalari. Tom tagiga yomg'ir tomchilaridek bir-ikki shudring tomchisi tushmoqda. Shuhra akaning silliq sochlari tartib bo'yicha titrab turardi. Oyning yaltiroq nurida pushti ko'ylakda turgan odamni dunyodan tashqaridagi kimsa deb o'yladim. Butunlay tiniq, pokiza kimsa. Shuhra akaning bu ajoyib go'zalligini tomosha qilar ekanman. Birdan o'yladim. Bu yigitni qo'lga kirita olmaslik qayg'usida bedun bo'lishni xohlash ayb emas. Olishni xohlash esa undan ham ko'proq. Men bir muddat o'tkir nigoh bilan qarab savol berdim. Bu kechada bu yerga nima uchun keldingiz? Yana yashirincha. Sho'rxa aka noqulay nigoh bilan qaradi. Labini labiga bosib, u yoq bu yoqqa beparvo nigoh tashlarkan, uning chap yonog'idagi jozibali chuqurcha ko'zga tushdi. To'satdan qo'rqib ketdim. Men qoshimni chimirib dedim. Nimadan qo'rqdingiz? Sho'rxa aka nigohini olib, loqayd ovozda dedi. Bilmayman. Uyda qo'rqib, bu yerga kelishdan qo'rqmadingizmi? Yo'lda arvoh tushib qolsa-chi? Sho'rxa aka birinchi marta tushkun ko'zlar bilan qaradi. Keyin qattiq gazab bilan dog' qildi. Ovozini biroz pasaytirib dedi. Men uchun deyarli olyapman deganingiz nima? Nega bu gapni aytding? Men javob bermadim. Shuhra aka bir necha qadam oldinga keldi. Deyarli shu zahotda oyog'idagi qon ko'zimga tushdi. Men hayron bo'lib dedim. Nima? Oyog'ingizda qon. Qo'lingiz ham kesilganmi? Qon to'xtamadimi? Qaray. Sho'rxa aka chiroyli kuldi. Uning go'zal yuzi bir zumda quvonchga to'ldi. Telefon chirog'ini yoqib, uning oyog'iga egilib dedim. Nega kulyapsiz? Og'riq bo'lsa kishi kuladimi? Sho'rxa aka yana kuldi. Dedi. Ba'zida og'riq his qilish yaxshi. Men qoshimni chimirib tepaga qaradim. Og'riq his qilish yaxshimi? Ha, yaxshi. Endi oyog'iga egilib turmang, o'rnidan tur. Senga gapim bor. Gapni aytib ketaman. Tez. Meni jim o'tirganimni ko'rib, cho'ntagidan qo'lini chiqarib, bir necha tutam sochimni tortib oldi. Og'riqdan bukilib, majburan o'rnimdan turdim. Sochlarimni silab, yuzimni burishtirib qaradim. Shuhra aka qoshini ko'tarib dedi. Nima bo'ldi?
Men uchun olyapman deganingiz nima? Keyin birdan juda yaqin turib ko'zlarini katta qilib dedi. Hey, qandaydir tarzda sen menga oshiq bo'lib qolmadingmi? Qanday dahshat! Sevib qolib oz joniga qasd qilmoqchisan. Otang meni qamab qo'yadi-ku. Bu gapni aytib bir muddat osmon zamin o'yladi Shuhra aka. Keyin jiddiy qiyofada pichirlab dedi. Eshiting, oz joniga qasd qilmoqchi bo'lsang, har qanday usulni qo'llash foydasiz. Juda noyob narsani o'ylab ko'rish kerak, tushundingmi? Olimdan so'ng darhol ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv ko'tarilishi uchun. Masalan, olish bilan birga mashhur bo'lib qolding. Bu ajoyib emasmi? Yana eshit, olimdan oldin qog'ozga katta-katta yozib qo'y. Mening olimimda hech kim aybdor emas. Blax blax blax. Aks holda, men hayratda qolgan nigoh bilan qarab turdim. Hayratlanarli ovozda dedim. Siz qo'loyog'ingizdan qon oqib, bu kechada menga oz joniga qasd qilish tasnifini aytishga keldingizmi, Shuhra aka? Haqiqatanmi? Ishonmayapman. Ajab. Sen qo'ng'iroq qilib olishimni aytding. Yana men uchun. To'g'ri olishni bilasanmi? Buni ko'rish mas'uliyati menga, shunday emasmi? Gazabdan butun tanam titrab ketdi. Tishlarimni gijirlatib dedim. Sizga hech qanday mas'uliyat ko'rsatish shart emas, Shuhra aka. Sizdek qalbsiz odam uchun oz joniga qasd qilishning ma'nosi yo'q. Hammangiz sobiq sevgilingiz kabi aqldan ozganmi? Oz joniga qasd qilyapti, yana meni ham olishga majbur qilyapti. Ajab. Shuhra aka endi qisilgan ko'zlar bilan qaradi. Jagini qattiq qilib dedi. Seni olishga majbur qilyaptimi ma'nosi? Tasmim seni oz joniga qasd qilishga undayaptimi? Ajab. Nega uning gapiga qulayapsan? Agar uning muammosi bo'lsa, u men bilan. Sen bilan uning aloqasi nima uchun? Gapirar ekan, Shuhra akaning ko'z yuzi qotib qoldi. Oq yuzi xira zulmatda ham qip-qizil bo'lib ketdi. Shuhra aka o'ng qo'lini orqaga qisib menga qaradi. Gazabdan ovozi titrayapti. O'sha titroq ovozda dedi. U bilan sening aloqang nima uchun? Uning gapiga qarab olishga shajaring kelyaptimi? Olish buncha osmonmi? Har bir odam butun vaqt seni ko'kragi bilan qo'riqlayapti. Sevadi. Sen esa begona odamlarning gapiga raqs tushyapsan. Olishga shuncha shajaring bormi? Yur, bugun seni tiriklayin tuproqqa ko'mib kelaman. Tege ses huk shopkichu hobi Uzbeki letin okkore lekha. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun men sizlarga yana bir hissiy va hayajonli hikoya olib keldim. Bu hikoya to'satdan deb nomlanadi. Unda sevgi, xiyonat, umidsizlik va nihoyat topilgan umid haqida so'z boradi. Keling, birgalikda tinglaymiz. To'satdan so'zining ozi juda chalkash. Birdaniga sodir bo'lib, hamma narsani beparvo va tartibsiz qilib qo'yadi. Qotib qolgan savollarni tarqatib, chalkashtirib yuboradi. Meni ham shunday qildi. Bir kuni kechasi to'satdan bir voqea sodir bo'ldi. Shuhra aka bilan mening o'rtamda alohida munosabat yo'q, bu haqiqat. Yana qayerdadir juda ko'p narsa bor, bu ham haqiqat. O'sha ko'p narsalar orasida dahshatli bir savol paydo bo'ldi. Men qo'rqdim, sarosimaga tushdim. Lekin nega bunday bo'ldim? Bilmadim. Yoshning aybimi? Yetuk emaslikmi? Yoki boshqa narsami? Qish kechasi. Kechki ovqatni tugatib ko'rpaga o'ralib yotgan edim. Soat 10 yoki 11 bo'lsa kerak. Aynan shu paytda voqea sodir bo'ldi. Noma'lum raqamdan bir necha uzun xabar keldi. Tasmim opaning xabari. Men hayratda qoldim. Qiziqish paydo bo'ldi. Lekin biroz o'qiganimdan so'ng yuragimda bir og'riq, galati bir qo'rquv va ichki iztirob paydo bo'ldi. Aqldan ozgandek yig'lagim keldi. Men yana Tasmim opaning yozganlarini o'qidim. U yozgan edi. Rodela, sen juda shirin qizsan. Juda kichkina. Lekin men seni qabul qila olmayman. Meni noto'g'ri tushunma, iltimos. Har bir narsaning ortida sabab bor, shunday emasmi? Seni qabul qila olmasligimning ortida ham ehtimol sabab bor. Albatta bor. Shuhra senga men haqimda biror narsa aytganmi yo'qmi, bilmayman. Aytmagan bo'lishi ehtimoli kattaroq. Mening yoshim o'shanda juda kichik edi. 15 yoki 16 bo'lardim. Bolalik va shohlikka to'la bir o'spirin qiz. Mening o'sha hayotimda hech qanday qayg'u yo'q edi. Ota-onamning yagona qizi edim. Otam shifokor, obro'li nasl. Erkalash, sevgi, do'stlar, hamma jihatdan baxtli edim. Lekin bu baxtli hayot uzoqqa bormadi. Baxtimni buzib, mening kichkina hayotimga Shuhra keldi. Sening Shuhra akang.
Faqat kelibgina qolmay, o'smir qalbining kuchli sevgisi bilan unga jalb qilishga majbur qildi. Men uni qattiq sevib qoldim. Meni hayratda qoldirib. Shuncha qizlar orasida aynan menga taklif qildi Shuhra. Aynan meni sevdi. Shuhraning og'zidan sevgi so'zlarini eshitib havoda uchgandek bo'ldim. Butun tun yostiqni bag'rimga bosib yig'ladim. Kulib yubordim. O'zimni dunyodagi eng baxtli odamdek his qildim. Kimning Shuhrasi bo'lsa, u baxtli bo'lmasligi mumkinmi, aytingchi? Men kichkinaligimdan oddiy bengal qizi edim, Rodela. Juda hissiyotli va konservativ. Shunga qaramay, konservativ fikrlash chegarasidan o'tib, o'sha birinchi marta Shuhraning qo'lini tutdim. Yuragim gup-gup urib, kinoteatrga qadam qo'ydim. Bular men uchun birinchi edi. Boshqacha edi. Shunga qaramay qildim. Sababi bitta, Shuhraning ko'nglini qozonish. Lekin bir hafta ichida hamma narsa to'xtab qoldi. Shuhra birdan aytdi, endi u bilan men birga bo'lish yoqmayapti. Davom etmaslik yaxshiroq. U ajralishni xohlaydi. Bu gapni eshitib men hayratda qoldim, Rodela. Men o'sha kichkina qiz,